Qani ering? Ering chaqir menga. Xo'jayinim uyda yo'q edilar. Eringga ayt, ijara pulini to'lasin. Agar to'lamasa, lashishlar yig'ishtirib yo'qolish batdan. 3 oydan beri arenda pulini berishmayapsan. Tinchlikmi keling? Asadloq qani? Ishdalar. Nimaga bu odam sizga jahl qilib chiqib ketyapti? Uyda egasi ijara pulini 2 barobar oshirib olyapti. Shunga to'lashga qiynalyapti dedik. Asadloq yaxshimisan? Yaxshimi? Nima bu? Uyning ijara puli bu, to'lab qo'ygan. Kecha uyingga kelgandim. Yo'q ekansan. Ijarachi kelgan ekan. Eringga ayt, ijara pulini to'lasin. Agar to'lamasa, lashishlar yig'ishtirib yo'qolish batdan. 3 oydan beri arenda pulini berishmayapsan. Va bu ham senga. Bu nima kaliti bu? Qattiq kaliti. Bu senga. 5 bola bildingizdan 2 xonali uy kaliti. Mani pulim yo'q buni to'lashga. Oddiy novvoy bo'lsam, Qanaqa ishdan ishlashidan qat'iy nazar, novvoy bo'lasanmi, boshqami? Attiga 99 mingdan tushadi. Mana to'layotgan kvartiradan ko'ra arzon tushadi senga. yo'q, 99 mingdan tushmasa kerak. Ha, rostdan, to'liq ma'lumotni 20-oktyabr kuni Abdulaziz Qobulovning Telegram gruppasi bor. Shunga ulanib olsangiz, shunda e'lon qilishadi. Xullas 5 bola bilding, O'zbekistonda hali hech kim qilmagan imtiyozli qilib berishyapti. Bunaqasi hali bo'lmagan, faqat xalq uchun ishlashyapti ular. Zo'r ekan-ku. Rahmat senga. Gap qisqa qilaman. Ijaraning pulini ber, o'zing uydan yo'qol. Menga qara, erkak bo'l. Men erkakman. Erkak kishi erkagi yo'q xonadonga kelib o'zini ko'rsatmaydi. Erkak bo'lib ko'rinish boshqa, erkak bo'lib yashash boshqa. Ertaga kelsang, uyingni kalitini olib ketasan.